Assalomu alaykum, aziz hamkasblar. Mana bugungi O'zbekiston Super Ligasining 27-turida bo'lib o'tgan mag'lubiyatlar jamoasi ko'chadan keyin Mahmudxon tumani birinchi sinfdashamiz. Unda Navon jamoasi bosh murabbiyi Sherzod Hamidov ishtirok etyaptilar. Sherzod bey, avvalo bugungi o'yinlardagi fikrlaringizni o'rtoqlashsangiz. Assalomu alaykum. Maslahat bilasizlar. Biz futbolda mutlaka tarix desak bo'ladi. Biz nomiga ega jamoa O'zbekistonda. Shuning uchun biz Nasaf bilan ochiq o'yin qilmoqdik. Chunki hozirgi bizni darajamiz kelganda biz ko'proq o'zimizni pozitsion joylar bilan yopishga, tezroq o'sha pozitsiyaga tezroq hujum qilishga, kontrataga chiqishga asosiy planimiz shu. Qirq og'ir ketishini bilan bizni Nasaf O'zbekistonda har bir jamoaga boshqa qilamiz. Endi savollar bo'lsa, siz o'zingiz berayapsizmi? Sherzod aka, assalomu alaykum. O'zbekiston milliy axborot agentligi bugun komanda g'alaba uchun maydonga tushganmidi yoki bo'lmasa mag'lubiyatga uchramasligi uchun? Shuni o'qib kelsangiz. G'alaba uchun tushganda. Assalomu alaykum. Bilasiz, futbolda bironta bir jamoa bo'lmasa kerak, işte o'sha bir nimadir qilish. Hamma jamoa g'alaba uchun tushishni xohlaydi. Shu namanganlik muxlislarni xursand qilishni xohlardi. Ko'proq qo'limizdan kelgan ishni qilyapmiz. Hamma jamoa tushunib turibdi. İşte ko'p joylarda biz muxlislarni ranjitib qo'ydik. Qaytarib ishga harakat qilyapmiz. Xudo xohlasa. Shu faqat endi so'z yo'lida narsa emas, faqat shu futboldagi o'zimizni harakatlarimiz, futboldagi borimizni berib, faqat muxlislarni yutib, muxlislarni qaytarishimiz inshaalloh endi shunga bel bog'ladik. Biz hammamiz futbolda xolos qolganimizda bor kuchimiz bor. Yonimiz berib ishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Sherzod aka, avvalambor o'yin uchun sizga va jamoamiz a'zolariga katta rahmat. Aksincha, endi bugungi o'yinda mehmonlar Nasaf jamoasi tarkibida sizga qaysi futbolchining o'yini ko'proq yoqdi? Nasaf shunaqa jamoaki hech qachon bir kishi bo'lib o'ynashga harakat qilmaydi. Nasaf doimo jamoaviy o'yin qilishga harakat qiladi. Shuning uchun Nasafda hamma o'yinchilar qiladi. Chunki Nasaf o'ziga jamoaviy o'yin qilishga harakat qilgani uchun, shuning uchun men o'sha Nasaf jamoasi o'ziga ishi ma'qul bo'ladi. Chunki shuni ishlarini, shuni metodikalarini bo'lib, shuni anaqa to'rtta zavqasi o'rgansa ham bo'ladi ko'p narsa. Shuning uchun jamoa o'yin tuzilgani uchun men yana bir kishini qilyapman. Rahmat, savol. 2022-yildan beri Nasaf bizni chempionlik bo'lishimizga ancha to'sqinlik qilib kelgan. Nasaf jamoasi tarixiy e'tibor qaratib Buxorodagi finalni masalan oladigan bo'lsa, undan keyin 2022-yil chempionati o'yinlarida ham Nasaf bizni Navbahor jamoamizni to'sqinlik qilib kelgan. Bugun qanaqadir ma'noda bu revansh olindi deb hisoblayman. Necha ham bu bizning g'alabamizga teng bo'ldi. Shunga fikringiz? Ha. Nechani bizni Agar shunaqa bo'lgan bo'lsa qaytardini yo'qmisa, endi biz ham shunaqa ishga qo'l urdik, endi qaytardini yo'q. Shu gapingizga sразу javobim qaytardini yo'q. mana shuni Endi mana biz o'sha narsani to'sqinlikka juda bir qadam qo'ygan joyimizda yo'q, bu narsa bizga anaqa bo'lmadi. Biz baribir o'zimizni futbolimizni namoyish etishga harakat qildik. Nasafdagi jamoaga qarshi qanotsiz o'ynashingiz bu katta bir o'zingizni ham qanaqa darajadaligingizini bilib oladi-da. Chunki Nasaf hozirgi paytda ko'ryapsiz, Al-Hilol, Al-Ahli, Grand jamoalar bilan epizodlar bilan teppa-teng kerak bo'lsa ulardan ustun javoblari ham bo'ldi. ikkinchi davradagi eng yaxshi o'yin bo'ldi Navbahor bu o'yin. Irodali o'yin namoyish etdi. Endi shu orqali futbolistga katta futbolga qadam tashlaydi. Shu orqali endi nima desam bo'ladi? Katta futbolga zavqlanadi. Bu orqali bo'ladi motivatsiya uyg'onadi. Shu orqali bizga bo'lgan ishonch ortadi. Yo'q, boshqa bo'lgan ancha bugungi o'yinda. Shu aka savolga qo'shimcha, o'sha ishtiyoq haqida gapirib o'tdilar. O'sha Qo'qonga qarshi o'yinda va bugungi ishtiyoq
ikki xildir. Bu shogirdlaringizga nima dedingizki, bugun Qo'qonga qarshi o'yindan mutlaqo boshqacha kayfiyatda tushdi. Qo'qonda ko'rgan bo'lsangiz bizda ham momentlar bo'ldi, momentlar bo'lmadi emas. Bundan ko'pga o'xshab ikkita nima deb qo'yadi, ошибкалар bo'ldi. Futbolda shunaqada bir kishi ошибка qildi, kimdir gol uradi. Futbol qonun qoidasi shunaqa. Yo'qda Qo'qonda ham bunday o'rtadan olib ketib qolganda o'sha himoyachilarimiz vaqtida chiqmadi, ular qildi. Atskoki Gruziya gol urib qo'ydi. Buni ko'rgan xuddi shunaqa edi. Biz bilan o'rgandik, analiz qildik, qanaqa o'ynash, qanaqa jamoa yutishdi. Xudoga shukur, bugun o'sha narsani bartaraf qildik. Bolalar ham o'zi ham tushunib turibdi. Nasafdagi jamoaga qarshi o'ynash biz uchun vaynoy anaqa bo'ldi, stimul bo'ldi. Aytaman hozir, Nasafdagi jamoaga o'ynash doimo yo'ldan ochib olish bolalarga katta motivatsiya. Demoqchi, bu ham kiyinish xonasida o'sha Qo'qonga qarshi aytgan gaplaringizni takrorladingizmi yoki nimadir yana dedingizmi degan ma'noda savol bergandim. Ha, unaqa ma'nodami? Endi Qo'qondagi bo'lgan o'yinda bilgan bo'lsangiz, ko'proq men yosh o'yinchilarimni o'shga o'ynashni ko'proq bularga imkon berilmaganda yaxshi bular champion bo'lib chiqishdi. O'sha rotatsiyaga qo'yib qo'yilgan. Oxirgi случайно Endi futbol. Savol bo'lsa, boshqa Bitta savol bor. Nizom Hamidovic mana jamoa nima Superliganing oxirida chempionlik poygasida qaysi komandaning imkoniyatini ko'proq baholaysiz? Bu qaysi savol bo'lishi mumkin endi bir mutaxassis sifatida. endi hozir biz bugun ko'rdik, Neftchini o'yinlari taqvimi bir anaqalik emasda. Nima desam bo'ladi? Qo'rqinchli emas. Bemalol o'ynab lekin farqi Nasafda hozir Paxtakor qabulda, Paxtakorga borar ekan. Biz uyda Dinamoni qabul qilgan. Endi qiyin bir ikkita shunaqa o'yinlar bor. Shu endi hozir agar Farg'ona agar intervyu bo'lsa, Kashgarani o'tib ketsa kerak. O'tib ketsa kerak. Bunda hozir ustun bo'ladi. Men farqi shunaqa narsada chempionlikdan yutib olish va chempionni ushlab turish juda qiyin. Juda mashq qiyin. Nomni ishlab. Sherzod aka, Nurбек Umaraliyevni murabbiylar sifatida ko'rdik. Buni taklif etishingizni boisi Nurбек Umaraliyev kelishi bizda o'sha qo'shimcha analiz, o'sha qo'shimcha fiskal shu narsalar kerak edi. Shu bolalarni oxirgi paytda kamera o'tish shunaqalarida. Shuning uchun biz Nurбек Umaraliyevni shtatga chaqirishga, gapirishga qaror qildik. qanchalik foyda keltirdi bugungi o'yinda uni ishtiroki? Nurбек Umarayev. Hamma bunaqa savolga nima deyapman? Yordam bergandir, endi hamma ko'rgandir, endi Navro'zbek Imirjonov tarkibda ko'rinadi qayta. ko'rmagan bo'lsa boshqa tushdi. Yo'q, uni holatda Muzaffar Mo'minov, Pedro. Uchta sentralni naqadar ishim bor. Bittasidan foydalandim, Pedro. Qaror qilib bu og'ir savol değil. Rahmat.